Endi siz 32 million 200 ming so'm bilan uzun narxini bo'lib to'lashga Tiggo 2 Pro mashinasini bitta pasportni o'ziga xarid qilsangiz bo'ladi. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Bunaqa imkoniyat Aday Master Namangan Cherry avtosalonida mavjud. Ko'pchilikni qiziqtirgan Tiggo 2 Pro mashinamizni avtomobil narxi 214 million 900 ming so'm. Agar siz tan narxidan bitta 80 million oshiqroq to'lov qiladigan bo'lsangiz 5 yilga uzun narxida ham bo'lib to'lashga chiqazib beramiz. Endi boshiga ko'proq pulim bor deganlarga ham yaxshi variant qilib beramiz. Rassrochkada kamroq pulim bor deganlarga ham rassrochka qilib chiqazib beramiz. Shahar ichida 5 litr rasxod qiladigan Tiggo 2 Pro mashinamizga qiziqmagan odam bo'lmasa kerak. Chunki juda ham ekonomik motor bo'ladi. Bir turbo dvigatel bo'ladi, 103 ta ot kuchiga ega, juda ham ixcham va bitta oilabop crossover hisoblanadi. Balonlar ham yumshoq, almashtirish shart emas. Ходовойлар mustaqil podveska bo'ladi va besключовой достуp eshiklarida e'tibor berasiz. Salon qismi ekoko'ja bilan jihozlangan. Elektropaket rol, monitorlari bor, avtomat korobka bo'ladi, lyuklari ham mavjud. O'rindiqlari isitadi, avtohol, elektron ruchnoy, hamma funksiyalari bu mashinamizda ham mavjud. Oyna tushirib chiqaradiganlar ham elektropaket bo'ladi. Orqa kengligiga alohida e'tibor berasiz. O'rtacha bitta oila bilan bemalol harakatlanadigan mashina. Ekoko'ja bo'ladi o'rindiqlari ham. Juda ham chiroyli dizaynda. Orqa ko'rinishlarga alohida e'tibor berasiz. Mono qosh bo'ladi. Stop chiroqlari ham chiroyli va orqa bagaj sig'imi 420 litrni tashkil etadi orqa bagaj sig'imi. Bu tarafga propan o'rnatib olsangiz ham bemalol joyingizni egallab qo'ymaydi, chunki juda ham katta orqa bagaj sig'imi. Orqa bagaj ochilish yopilish ruchnoy bo'ladi. Va bu mashinamizga qiziqmagan odam bo'lmasa kerak, chunki birinchidan narxi ham arzon. Agar siz naqd to'lovda olaman desangiz 40 million so'm chegirmasini ham qilib beramiz. Yoki bo'lmasam kamroq summa bilan bo'ladigan bo'lsa, boshida aytib o'tganimizdek bitta bir 3000 2800 dollar bilan bemalol foizsiz uzun narxda, lekin 1 yilga bo'lib to'lashga chiqazib beraman. Endi boshiga kamroq puli borlarga qisqa muddatga chiqadi, agar ko'proq puli borlarga uzoqroq muddatga chiqazib beramiz. 5 yilgacha bo'ladi rassrochka muddatimiz. Bu mashinani bizdan sotib olganingizdan keyin 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha rasmiy kafolatini ham beramiz. Bilasizlar, O'zbekistonda rosa ko'p sotilgan Tiggo 2 Pro. Buni to'g'risi qiziqqan odamlar faqat rasxodga qiziqib olishadi asosan, chunki aytib o'tganimda shaharda 5 litr rasxod bu gibrid emas yoki elektr emas, 5 litr rasxod qiladi xolos. Bu dvigatelda 92 benzin quyasiz, bemalol 5 litrga 100 kilometr harakatlanadi. Xullas, avtomobil haqida qisqacha ma'lumotini berdim, obzor qilib berdim. Agar sizni qiziqtirgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiraman, telefon qiling, sizga lokatsiyani tashlab berishadi. Bizning manzilimiz Namangan shahar, Do'stlik bozor, Promzonaning yo'lida joylashganmiz. Cherry Namangan Instagram profiliga obuna bo'lib qo'yishingiz sizdan chiqmasin, chunki eng qulay bo'lgan shartlarda birinchilardan bo'lib u yerda chiqadi. Agar videomiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Bu videoni jimjit bo'lib turgan sinfdoshlar gruppasiga tashlab qo'ysangiz, qiziqqanlar bo'lsa sotib olishadi.